Kitobda ona deb yozilami? Shundan nima olgan nima deb yozilgan ekan? Aya to'g'ri to'g'riydi ya. Yuzimni yerga qaratadigan ish qilma maylima qizim. Aynalib ketasenlar. Hamma tiriklik qilgin. Ovqatlarni qilgin. Uylar tozalab chiqish kerak. Aya nima aytasiz? Hali meni to'yimga ko'rishingiz kerak. Ukamning nevaralaringiz bo'ladi hali. Kecha edik birga, yelkadosh edik. Hayot yo'llarida biz sirdosh edik. Bugun esa uying qabri ichra jim. Biz bir butun edik, yarim bo'p qoldik. Sening kulgularing qoldi havoda. Suratingga boqib ko'zda yoshim bor. Bevaqt xazon bo'lding foni dunyoda. Seni eslab chekarman dardi ozor. Hali qiladigan ishlar ko'p edi. Orzular osmoning juda to'q edi. Ajal chorlovini kutmagandik hech. Yurakka sanchilgan beomon o'q edi.